Dizayn jamoasi a'zosi Dilshodbek Musabekov 50 yoshida vafot etdi. Azizlar, videoroligimizni oxirigacha ko'ring. Bu galgi videoroligimiz boshqalardan tubdan farq qiladi. Dizayn klubi jamoasi a'zosi komik aktyor Dilshodbek Musabekov bugun 13 fevral sanasida dunyodan ko'z yumdi. Bu haqda qiziqchi Ulug'bek Xolmedov o'z Instagram sahifasida ma'lum qildi. Shuningdek, buni O'zbekkonsert ham tasdiqladi. Ma'lumot uchun, Dilshodbek Musabekov 1975-yilning 13-iyulida Andijonda tavallud topgan. Ota-onasi farzandining san'atkor bo'lishini orzu qilgan. U asl mutaxassisligi bo'yicha sozanda edi. Bir necha yillar mobaynida qattiqqo'l ustozlardan doira chalish sirlarini o'rgangan. Dilshodbek Musabekov 2023-yilda Dizayn klubi jamoasining konserti bo'layotgan vaqtda yurak xuruji bilan shifoxonaga tushib qolgandi. Shuningdek, 2024-yilning yanvarida u insultni boshdan kechirgani haqida so'zlab bergan, deyiladi xabarda. Biz bilan qoling va kanalimizni kuzatib boring.